tushunmadim. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi ukam? Yo, men nimaga qarashim kerak? Aka, siz men yo'limga chiqib ketyapsiz-ku. Yo, qanaqasiga men o'zimning yo'limdan kelyapman. Sen qarama qarshi yo'nalishdan Aka, kelyapsan. siz men yurayotganingizda buni burilayotganda orqa oldiga qarash kerak odam bunda. Yo'l harakat qoidalari degan kitob o'qiganmisan ukam? Sizda yo'q kitobda aytyapsizmi? Ha. O'qimaganman men. Men o'qimagansan. ko'chada yurib o'rganganman aka. Odamda farosat bo'lish kerak. Hammaning o'zining yo'li bor. Ya qanaqasiga siz meni yo'limga chiqib kelyapsiz aka siz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bitta qo'ng'iroq qilsam lekin bor. Ya, jamoat tartibi degan narsa bor. Qonun qoida degan narsa bor. Rasmiylashtiramizmi yo Ichib olgan shekilli. Yo'q, aka, o'zimiz kelishib olamiz. o'zinglar kelishib olasizlar? O'zimiz kelishib olamiz aka. Janjal qilmanglar. Kelishinglar. Bo'ldi. Kelishinglar. Men shu atrofdaman. Bu gap bo'lib qolsa men shu yerdaman. Bo'ldi aka, o'zimiz kelishamiz. Aka, sal hisob bilan-da, endi bunaqa bo'lmaydi. O'zing tushungan yigit ekansan, jahlimni chiqaring ukajon. Bo'lmasa men bunaqa birovga yomon Bo'ldi aka, gapirdim. haydang, bo'ldi aka. Bo'ldi, hamma o'zinikini o'zi nima qiladi. Bo'ldi. Havo qoting.